tahajjud namoziga ham azon chaqiriladi. Bomdod namozidan 1 soat 20 minut oldin tahajjudga azon chaqiriladi. Tushundingmi? Ya'ni siz ertalab sahar chiqdingiz, misol uchun soat 3larda chiqdingiz yoki 2larda chiqdingiz. Bordingiz masjidda Allohning zikrini qilib, salovat aytib o'tiribsiz, birdan azon chaqirib yubordi. Azon saharda edi, xuftondan keyin azon chaqirdi. Siz o'ylashingiz mumkin, bomdod vaqti kirdi. Bomdod o'qish kerak deb bomdod sunnatini o'qish bo'ladi. Shunday holatlar bo'lyapti. Mehmonxonadan chiqmasdan, misol uchun mehmonxonada namoz o'qiydiganlar ham bo'ladi-da. Bu mehmonxonada o'qiyotganlar azon namozini eshitadi tahajjud vaqtida. Tahajjud vaqtida tahajjudda azonni eshitib, ha, demak bomdod vaqti bo'pti deb turib, bomdodni namozni o'qishib uxlashib qolyapti. Bomdod vaqti kirmay turib, bomdod namozini xonada o'qishib olyapti-da, uxlashib qolyapti. Bu yaxshi emas. Ya'ni bilib olsak, birinchi azonda demak shu tahajjud namozi azon chaqiryapti deb xotirjam tahajjudni o'qib, Qur'on o'qiydiganlar, Qur'on o'qish, tajvidli Qur'on o'qishni bilganlar shu namozlarni, nafl namozlarni o'qib bo'lgandan keyin bomdod vaqtigacha Qur'on o'qib, Masjid-i Nabaviyda yoki Allohning zikrini qilib, salovat aytib, chiroyli holatda o'tirsak, soat 5:20 larda azon chaqiradi. 5:20, 5:17, 18larda bomdod namozi uchun chaqiradi. Azonni eshitib bilan o'rnimizdan turib sunnat namozini o'qib olamiz. Takbirdan keyin imomga ergashib farzini o'qiymiz. Ayollar O'zbekistonda jamoat bo'lib o'qimaganmiz, to'g'rimi? Erkaklar jamoatga ergashib imomga iqtido qilishni bilamiz. Misol uchun bomdod namozini farziga imomga ergashmoqchisiz, men sizlarga rosa sodda o'zbekcha niyat qilsanglar bo'laveradi. O'zbekcha niyat qiladiganlar ham bor. Niyat qildim 4 rakatlik bomdod namozini yoki 2 rakatlik bomdod namozini farzini o'qishni niyat qildim desa, mana misol bomdodda aytib beraman mana sizlarga. Niyat qildim bomdod namozini 2 rakatlik farzini o'qishlikka imomga iqtido qildim. Xolis Alloh taolo Allohu akbar desiz bo'ladi. Xolis Alloh uchun bomdod namozini 2 rakat farzini o'qishga niyat qildim. Imom iqtido qildim degan aynan mana shu joyi bo'lishi kerak.